garchi shuncha mag'rur tursa ham, piyolaga egilar choynak. Shunday ekan manmanlik nechun, kibru havo nimaga kerak? Kamtarin bo'l, hatto bir qadam o'tma g'urur ostonasidan. Piyolani shuning uchun inson o'par doim peshonasidan. Bu she'riy satr kimning ijodiga mansub bilmadim. Biroq bilganim shudir, Farg'ona viloyati Furqat tumani Shoyinbek qishlog'ida yashab ijod qilayotgan Qasonjon akamizdan eshitgan edik bir paytlar. Omon bo'linglar, sog' bo'linglar.